Hammaga salom, sizlar bilan Gizpat jamoasi. Bugun sizlar bilan Saus kompaniyasiga tegishli bo'lgan Genesis G9 geodezik pribori bilan tanishib chiqamiz. Ushbu qurilmadan har qanday noqulay ob-havo sharoitlarida foydalanishimiz mumkin. Qurilmaning vazifasi sun'iy yo'ldosh tizimlaridan foydalangan holatda joylashuvlarni aniqlash va o'lchovlar olib borish imkoniyatini beradi. Barcha sun'iy yo'ldosh tizimlarini birdek qo'llab-quvvatlaydi. Genesis ikkita asosiy rejimda ishlay oladi. Bular statik hamda real-time kinematik. Statik rejimda baza va rover bir-biriga ulangan holatda ishlaydi. Real-time kinematik, ya'ni real vaqt rejimida esa rover to'g'ridan-to'g'ri sun'iy yo'ldoshga ulangan holatda ishlaydi. Qurilmadan geodeziya, kartografiya va kadastr sohalarida keng foydalaniladi. Statik rejimda priborning gorizontal xatolik darajasi 2,5 mm, vertikal yo'nalishda esa 3,5 mm. Real vaqt rejimida esa gorizontal xatolik darajasi 8 mm, vertikalda esa 15 mm gacha bo'lishi mumkin. Endi navbatda qurilmamizning tarkibiy qismi va ishlash prinsipi bilan tanishib chiqamiz. Qurilmamizning tarkibiy qismi quyidagicha bo'lib, bizda shtativ, trigger, vixa, bizning planshetimiz, rover hamda baza. Shu jihozimiz planshetni vihaga qotirish uchun ishlatiladi. Demak, Genesis'imizning roverida Genesis'ning o'zi 2 dona 3400 mAhlik batareyasi va bu apparatimiz planshetni vihaga mahkamlash uchun ishlatiladi. Bu yerda oko antennasi va adapter mavjud. Genesis'imizning bazasi qutisida taglik, bu taglik orqali batareykalar qo'yilib zaryadlanadi. Bu taglikni kabel orqali elektr tokiga ulanadi. 2 dona 3400 mAhlik batareya, anjomlar, ma'lumotlarni yuklab olish uchun kabel hamda Genesis'ning o'zi. Qutida yana radiometrik antenna hamda uzaytiruvchi truba mavjud. Endi navbatda Genesis qurilmamizning yig'ish jarayonini ko'rib chiqamiz. Buning uchun birinchi navbatda shtativimizni mana shu holatda qotirib olamiz. Endi bunga triggerni mahkamlab olishimiz lozim. Trigger hamda uzaytiruvchi truba. Mahkamlangandan so'ng batareya hamda radio antennasi o'rnatiladi. 2 dona batareya o'rnatiladi. Radio antennasi uning orqa tomonida joylashgan.
holatga kelgandan so'ng baza hamda rover yoqiladi. Режим работы. Базовая станция с внутренним радио. Baza hamda rover ishchi holatga tayyor bo'lgandan so'ng ularni bir-biriga bog'lab ishni boshlaymiz. Ishning jarayonida maxsus dastur orqali ishlanadi. Bizga surfstar ilovasi kerak bo'ladi. Surfstar ilovasida ikkinchi bo'limga, pribor bo'limiga o'tib, birinchi navbatda bazani planshetga bog'lab olamiz. Bazani planshetga bog'lab olayotgan vaqtimizda uning pastki qismidagi oxirgi 4 ta raqamga e'tibor berishimiz kerak. Demak, bizning bazamizda 0369 raqami keltirilgan. Bizda 0369 raqamli plus orqali bog'lanib olamiz. Плюс соединен. Bog'langandan so'ng orqaga qaytib, bazaga o'tib, uning nastroykalarini sozlab olamiz. Visota antena uning balandligi kerak bo'ladi bizga birinchi navbatda. Bizda hozir 1 metr 891 santimetr chiqdi. Keyingi navbatda kanal передача данных bo'limiga o'tib, настройка kanal передача данных bo'limiga o'tib, chastotani kiritib olishimiz kerak. Chastotamiz 466-625. Bu chastotamiz roverdagi nastroyka bilan bir xil bo'lishi lozim. Barcha nastroyka qilib olingandan so'ng soedinение bo'limiga o'tib, bu yerda bazani biz uzib olamiz. Keyingi navbatda roverimizning pastki 4 ta raqamini ko'rib olamiz. Bizning ikkinchi ro'yxatda turibdi. Uni bog'laymiz. Плюс соединен. Va orqaga qaytib, roverning nastroykasiga kirib olamiz. Bu yerda настройка kanal передача данных bo'limiga o'tib, chastotamiz avtomatik tarzda kelib chiqadi. Protokol South, Ecosystem South turadi. Bu yerda barcha nastroyka qilingandan so'ng chiqib ketiladi va proyekt bo'limiga o'tiladi. Roverni bazaga bog'lagandan so'ng biz yangi proyekt ochish uchun proyektiga bo'limiga o'tib, upravlение proyektiga kiramiz. Va bu yerdan новый tugmasini bosib, unga nom beramiz. Qolgan barcha sozlamalar o'z holatida turadi va OK tugmasini bosamiz. Endi bizda hozir yangi proyekt ochildi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. 43 ta sun'iy yo'ldoshga bog'langan holatda ishlayapti. Fiksirovanniy turish kerak avtomatik tarzda. Syomkaga endi navbat syomkaga o'tamiz. Bu yerda barcha nastroykalar ishlaydi. Bizga kerak bo'ladigani syomka tochkaga o'tamiz. Bu yerda eng kerak bo'ladigan narsa tepada fiksirovanniy gorizontal 0.5, 0.005 va vertikal 0.008. Bular 0.05 dan oshmasligi lozim. Unda xato ketib qoladi va sun'iy yo'ldoshlar soni 43 ta 39 ta ko'rsatmoqda. Sun'iy yo'ldoshlar ustiga bosganimizda bizda qaysi yerdagi sun'iy yo'ldoshlarga bog'langanligini ko'rsatadi. Bu yerda o'zimiz turgan nuqtani topib olishimiz lozim birinchi navbatda.
ishlayotganimizda pastki qismida o'zida avtomatik gibrid karta turadi. Biz u orqali qayerda joylashganligimizni bilib olamiz. Yaqinlashtirib joylashtirgandan so'ng bu yerda IMU tizimi mavjud. IMU tizimi bu roverimizning 60 gradus burchak qiyalikda ishlash imkoniyatini beradi va asob gorizontini kiritib olishimiz lozim. Bu yerda vысота antena 1800 ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 1800 berilgan. OK tugmasi bosiladi va syomka jarayoni boshlanadi. Syomka qilish jarayonida kelgandan so'ng doiraviy adilak markazga olib kelinadi va ushbu lokatsiya tugmasi bosiladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda imya tochka birinchi nuqtamiz, kod yozish shart emas, vысота antena 180 turadi. Qolgan yerda barcha elementlar kelgandan so'ng OK tugmasi bosiladi. Yoki planshetimizda avtomatik abriz chizsak bo'ladi. Abrizda keltirgan nuqtani belgilab ketamiz va OK tugmasini bosamiz. Bu yerda birinchi nuqta tayyor. Keyingi nuqtaga olib boriladi. Va shu holatda davom etiladi barcha ishlar. Bosib ko'rishingiz mumkin, tez zudlik bilan nuqta oladi. Nuqtalar tayyor. Bu yerda A belgisini bosgan holatda biz kartaga bog'langan holatda harakatlansak bo'ladi. Upravlение fayl, isbat, eksport. For papka. Systemga kirib, faylimizni eksport qila olamiz. Uspешный eksport. Surfstar ilovasining qolgan barcha bo'limlari haqida keyingi videolarda gaplashamiz. GNSSimiz statik rejimda 10 km radiusda ishlash imkoniyatiga ega. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqsa like bosib kanalga obuna bo'ling.